Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana yana yangi ishlarimiz Xudo xolasa o'z nihoyasiga yetib kutish jarayonida. Ko'rib turganinglardagi lola fasonidagi kutgan eshiklarimiz. Ko'rib turganinglardek bular bir qanotli eshiklarimiz. Bular ikki qanotli eshiklarimiz. Ko'rib turganinglardek fasoni lola. Materiallariga kelsak, 08 MDF dan bo'lgan materiallari. Hammasi original narsalardan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa ko'rib turganinglardagi oynalari germetiklangan, yodiviy oynalar qo'yganmiz. Ruchka zamoylariga kelsak, turetskiy ruchka zamoylaridan qo'yganmiz. Hamma yo'g'iga original narsalar qo'yib, chiroyli qilib o'rnatilgan holatida turibdi hozir. Laklari hamma yo'g'i turetskiy narsalardan chachilgan. Xudo xolasa ishlarimizga javob o'zimiz beramiz garantiyalari bilan. Xudo xolasa 5 yilgacha servis xizmatimiz bor. 5 yil ichida biror narsa bo'lsa, biz o'zimiz aybimiz bilan bo'ladigan bo'lsa, uyda egasini aybi bilan bo'ladigan bo'lsa ham uni kelishib qilamiz. O'zimiz aybimiz bilan bo'ladigan bo'lsa, besplatniy servis xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli qilib, o'rlab, to'g'rilab, hamma yo'g'ini sifatli qilib berishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa ko'rib turganinglardagi fasonimiz lola fasonida bo'lgan. Oynalari gullik. Ichlari mana bu lolaning ichi gullik bo'lgan. Bular yodiviy bo'lgan. Ko'rib turganinglardagi hammasi germetik, takramaydi. Xudo xolasa original sifatli qilib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Pastdagi afsanaga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Yana zakaz bo'ladigan bo'lsa, boshqacha bizda hozircha bitta uyga bo'lgani uchun hammasi bir xilda chiqsin degani uchun lola qilib, chiroyli qilib berganmiz. Yana uyga borib o'rnatilgandan keyin yana bir obzor qilib o'tamiz. Buni orqa eshiklari ayfadan bo'lgan, bular oldi MDF eshiklar bo'lgan. 9 ta eshigimiz bor. Ayfadan 5 ta romimiz bor. Bundan 2 ta romimiz bor. Xudo xolasa hammasi bitta uyga bo'lgan. Xudo xolasa ulardan bir chiroyli qilib obzor qilib o'tamiz. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Afisanaga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. O'zbekiston bo'ylab ustunovkalarimizni ham qilib gaplashib qilib o'rnatib beramiz. Kirashning ishlarimiz ham bor, bu ishlarimiz ham bor. Endi bular hozircha bitta fasonda turgani uchun, bitta uyga bo'lgani uchun hammasi bitta fasonda. Yana kanalimizga kirib ko'rsangiz, kirashning ishlarimiz bor, yana boshqacha ishlarimiz bor. Bemalol murojaat ko'rib murojaat qila olasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib, chiroyli qilib o'rnatib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Xudo xolasa hammanglarga rahmat, gaplashamiz. Sog' salomat bo'linglar.